Baltırga uchrashasan-da, kompaniyani o'tgan yilgi foydasidan 3%ni shu bolaga ehson sifatida ajratasan. Tushundingmi? Xo'p. Tezlashamiz. Bola otasiga yetkazildi. Yangi loyihamizdan uy berishga tayyormiz. Xo'p bo'ladi. Shuni bugun hal qilinglar. Tushunarli. Adasi, Ha. oylik tushgan bo'lsa, bo'lajak farzandimiz nomidan shu bolaga ehson qiling. Qartajni. 86. Sevar, Xo'p. kartemda puling bormi? Ovqat zakaz qilmoqchimiding? Bevshiyam nogiron bo'lib qopti bechora. Yomon bo'pti-ku. Ataganing bo'lsa ber qo'shib tashlab boraman. Yo'q, hali pochim qilmadim-ku. Napida bormikan-a? Napi? Vovoq.